kirgizib o'rtaga olib borib o'qi deb yana qaytadan hammasi quchoqlab o'pib Siznimi? Tanidimi sizni? Allohim Nega siz unaqa qilishadi? Xudoga shukr, Allohga behisob shukr. Chiqib ketayotgan edim, yana qaytarib kirib. Maza qilibsiz-da. Shunday shukrona namoz o'qidim keyin. Allohga shukr qildim. Alloh rozi bo'lsin. Bir maza qilib qolibsiz-da. Hammasi nimalarni qizlar hammasi quchoqlab o'tdi. Alloh rozi bo'lsin. Yig'ladingizmi kirib? O'zini yig'lab, baqirib yig'lagan. Bilmayman o'zini. Siz emas, ruhingiz yig'lagan. Shunday yig'lanib, baqirib, mana vaynda kiyinganim oldimga kelib, minbarning oldiga o'tib, bu yoqqa kelin deb tartib. Alloh rozi bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shafoatlariga sazovor bo'ling. Xudojon, Allohim amin. Tushingizda ko'rganman dedingizmi? Ko'rganman. Qanaqa sodir bo'lgan? Yuzini ko'rmaganman, yuzini ko'rsatmaydi. Hidlarini sezdingizmi? Menga aytgan nimada men singlim 8 yil kasal bo'lib shu qaraganman 8 yil qaraganman xushlar joyida emas-da. Bormagan joyimiz hamma joyga borganmiz. Qoraqalpoqda kechirmas otaga ham borganman 2 yil Alloh yo'lida xizmat qilganman. Shu tush ko'rganimda aytdi, "Sen yig'lam, men ham qo'limdan hech narsa kelmaydi. Qara" dedi. "Noqilaman" dedi, hech narsa kelmaydi. Allohga noqilamandan deb tayog'ini shunday to'shalib turgan nimaning ustida, yam-yashil nodning ustida mana dedi, "Men tayog'imni noqilayapman deb, mana hech narsa o'sayotgan yo'q" dedi. "Endi Allohdan so'rayman-da, endi qara" dedi. Shunday Allohdan so'rab, shunday tayog'ini noqildi, gul o'sib ketdi. Ko'ryapsanmi dedi. Lekin yuzini ko'ra olmayman, umuman. Inshaalloh jannat nishonasi. Shuncha o'sha nogiron insonga qaraganingizga Allohim ajrish sizga inshaalloh. Chunki bitta insonni to'shakka mixlanayotganda qarash hammani ham qo'ldan kelmaydi. Alloh rozi bo'lsin qilgan xizmatlaringizni. Alloh ajrlarni nasiblasin o'zi. To'shakda mixlanayotgan o'sha Allohim bandalarini ham Allohim jannatlar nasiblasin. Xoh hayotmili? Ha, qarab keng. Ha, Xudoga shukr, Allohga shukr. Faqat Allohdan so'rayver dedi payg'ambarimiz aytgan. So'rayverdim, o'zim namoz o'qiyverdim, qilayverdim. Xudoga shukr, xushlar joyiga kelib, ancha yaxshi hozir, Xudoga shukr. Alloh shifo bersin. Hozir men chiqib ketayotgan edim. Keyin shunday tushimda ko'rganman-ku. Shunday iyartib ketdi. Siz menga telefon qilib tushimda ko'rganman degan ayolmisiz? Men gapirib ber. Men qanday hozir bu yerga kelganimni bilmayman. To'g'risi. Uch keldim. Men kelaman deb o'ylaganimam yo'q. Bir kun, 2 kunda o'z bilmayman. 2 kunning ichida men shunday bo'lib kelyapman. Faqat Xudodan so'rar edim, tahajjud o'qir edim. Alloh chaqirgan rost bo'lsin. Shuni chaqirdi, o'zim ham bilmay qoldim. Hozir qilib chiqib kelayotgan edim. Uju qaytarib qo'limdan yetalab tushimda ko'rganman-ku. Qaytdizmi deb ho'ngrab, baqirib o'zim bilmayman, hech narsani bilmayman. Yig'lab noqul boyagi anovlar ham tortib qayerga deb olib borib, minbarning oldidan ular bor ekan-ku. Shundagina shuni o'rtasiga o'tirg'izib qo'ydi. Yig'lamang. Hamma qizlar quchoqlab bo'lib chiqib ketayotgan, yana kirgizdi. Kirdi edi yana. Kirdan qancha nafsimiz yorib. Nasıl erkalashibdi sizni? O'rtog'ingiz-chi, o'rtog'ingiz? Lekin oyoq kiyimga ham qarab, hech narsani qaramabman. Shunday, hozir oyoq kiyim yo'q. Nimaning ichida deb birov keldi, nima? U sizga o'xshayman oyoq kiyimingizni olgan u. Sandiq nima? Sandiqda dedi. Sandiq qayerda? Bilmadim. Sandiq shu qizniki deb olib qo'yishgan, tabarruk deb. Endi sotib olasiz bitta 10 realga. Ravzada oyoq kiyimingiz turaveradi endi. Oyoq kiyim yo'q. Nima qilasiz endi? Mayli, Alloh rozi bo'lsin. Hamma rozi bo'lsin. Hozir ketishga qanday ketaman deb. Yana oyoqqa turasiz. Mazza-yu Madinada oyoqlaringiz tegadi. Bo'pti, gostinitsaga borib 10 da sumkalaringizni olib tushib qo'yasiz ertalab. Soat
birda tayyor bo'ling, ham 1:30da. Oqyo'l ertaga Makkaga ketamiz. Rahmat, Allah razı olsun. razı Sağ ol. olsun. Ha? Yep.